Hozirgi videomiz karma savollariga bag'ishlanadi, ya'ni karma nimaligini bilasiz. Bu yakunlanmagan dasturlar, yopilmagan programmalar deylik. Aynan shu karma savollarini ajdod darajasida, ya'ni rodizda davom ettirib kelayotgan, sizni geningizda davom etayotgan savollarni sizda qanaqa qilib davom etayotgani va qanday qilib yakunlashingiz mumkinligi haqida gaplashamiz. Bilasiz, ajdodlarimizdan bizga yakunlanmagan savollar, dasturlar har biri o'tkazib beriladi. Ya'ni biz ularni yo'lini davom ettiramiz. Ham genini davom ettiramiz, ham yopmagan savollarni davom ettirib yopadigan joyimiz bo'ladi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Biz qanaqa qilib bilishimiz mumkin, qaysi ajdodimizning savoli bizda takrorlanayotganini va qaysi savolni biz yakunlashimiz kerakligini qanday ajrata olsak bo'ladi. O'zingiz uchun yaxshilab bilib oling. Buni mastersiz ham o'zingiz aniqlab, his qilib, chuvstvo qilib, intuitsiyangiz orqali his qilib olishingiz mumkin. Hozir aytib o'taman. Eng birinchi farzandga har doim ota tarafdan yopilmagan, ota taraf ajdodlaringizdan yopilmagan savollar o'tib keladi. Programmalar yuklanib boraveradi. Ikkinchi farzandga esa ko'proq ona tarafidan yakunlanmagan savollar o'tkazib berilgan bo'ladi, ya'ni onasi tarafdagi ajdodlaridan. Undan keyingi farzandlarga deyishingiz mumkin. Undan keyingi farzandlarga nisbatan kamroq qoladi. Ularga asosan jamiyatda ota-onasi o'zi yopolmagan ma'lum bir shu farzand tug'ilgan davrdagi savollarni o'tkazib beradi ko'proq. Ya'ni mana shu programma dasturlarni o'tkazib beradi. Birinchi farzandlarga nimaga eng ko'p dasturlar o'tkaziladi? Chunki birinchi farzand dunyoga keltirayotganda hali ota-onani, aynan onani o'zi ham tajribasizroq bo'ladi. Ya'ni oila, jamiyat, hayot darajasidagi tajribasi kam bo'ladi va shuning uchun ham birinchi farzandga eng ko'p og'riqli, qattiq energiyali programmalarni biz o'zimiz bilmagan holatda o'tkazib beramiz va xuddi shunday biz ruhimiz ham ota-onamizdan aynan mana shu dasturlarni qabul qilib olish uchun tug'ilgan. Ya'ni yopadigan savollarimiz mavjud. Biz bir-birimizni tanlov asosida tanlov qilamiz-ku. Buni aniqroq his qilib olishingiz uchun kuzatasiz o'zingizni ajdodingizni, o'zingizni rodingizdagi savollarni. Agar siz birinchi farzand bo'lsangiz, kuzatasiz. Yoki ikkinchi farzand bo'lsangiz, onangiz tarafini kuzatasiz. Yoki kenja farzandlar bo'lsangiz, sekin ota-onani holatini kuzatasiz asosan. Bosh farzandlar ko'proq qarindoshlarini, yaqin qarindoshlari, ota-onasi tarafini, bobo-buvilarini yashab o'tgan yo'lini, ular qanaqa kasalliklar bilan og'rigan, ular jamiyatda qanaqa o'rinda bo'lgan, ularning moddiy holati qanaqa bo'lgan va qaysi savollarni yopa olgan yoki yopa olmagan, bularni kuzatishi mumkin bo'ladi. Shu orqali aniqlay olsangiz bo'ladi, o'zingizni hozirgi holatingiz bilan, hozirgi muammoli vaziyatingiz bilan solishtirgan holatda aniqlay olsangiz bo'ladi, qaysi karma savol sizda davom etayotganini. Bu eng samarali usuli, lekin buni 100% to'g'ri deb ayta olmayman. Meni o'zimni kuzatuvlarim va shaxsiy o'zimdagi yechgan savollarimga nisbatan oladigan bo'lsam 80% to'g'ri keladi. Siz yana ham kuzatish orqali o'zingiz uchun his qilib aniqlay olsangiz bo'ladi bemalol. Lekin baribir biz asosan birinchi farzandlarga juda ko'p programmalarni o'tkazamiz, lekin buning uchun buni bizga o'tkazib bergan ota-ona ham aybdor emas yoki buni qabul qilib olgan birinchi farzand bo'lib tug'ilgan biz ham aybdor emasmiz. Bu shunchaki bizni har birimizni o'zimizni ruhimizni tanlovi. Va tanlovimizga naqadar hurmatda bo'la olsak, qanchalik murakkab DNK darajasida, ya'ni gen darajasida savollarimiz bo'lishidan qat'iy nazar, ajdodlarimizdan kelayotgan, biz uni shunchalik katta tezlikda yopa olamiz. Eng muhim qurol bu tan olish va qabul qilishda yo'limizni. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, birinchi farzandlarga o'tarkan, agar birinchi farzand tug'ilib olamdan o'tgan bo'lsa-chi yoki bo'lmasam
birinchi farzand ma'lum bir davrgacha yashab, olamdan o'tib, ikkinchi farzand birinchi farzand o'rniga chiqqan bo'lsa-chi desangiz, unda ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni birinchi farzand hayotdan ketdimi, demak siz ikkinchi bo'lib tug'ilgan bo'lsangiz ham birinchi farzandning o'rniga chiqdingizmi, demak shu yopilmagan savollar baribir sizga o'tgan bo'lishi mumkin-da. Buni endi o'zingizga 100% qonun qilib olmang. Yuqorida aytganimdek, bu meni kuzatuvimda 80% ga to'g'ri kelgan. Yana ham siz o'zingiz jarayoningizni kuzatgan holatda aniqlaysiz o'zingizni savollaringiz qayerda qolib ketyapti, qayerda qaysi savol yakunlanmay qolgan, qayerda qaysi savol sizgacha yetib kelgan. Bu savollarni yakunlashingiz uchun hozir bitta qurol beraman. Ota-ona bilan ishlashga qaratilgan qurol. Buni har biringiz o'zingiz mustaqil bajara olasiz degan his kelyapti menga. Chunki bu bilimlarda o'z ustida ishlaydiganlar, o'zi uchun izlanadiganlar javobgarlikni o'ziga olish nimaligini yaxshi biladi. Ya'ni har bir praktikani master bergandan keyin javobgarlikni o'zingizga olgan holatda mustaqil o'zingiz bilan ishlashingiz sizni natijangizni yanada sifatli qilib beradi. Xuddi shunday o'zingiz bilan mustaqil ishlashingizga hozir amaliy praktika beraman. His qiling. Ota-onangizni his qiling va hozirni o'zida ota-onangizni ko'z oldingizda tasavvur qiling. Xohlasangiz bitta alohida, xohlasangiz agar kuchingiz yetsa ikkalasini ham, ya'ni dadangizni ham, onangizni ham bir vaqtning o'zida ko'z o'ngingizda his qilib tasavvur qiling. Va ularga xayolan ko'zlariga qarab turib holatini his qiling. Toki sizni o'stirib, undirib, sizni aka-ukalaringizni voyaga yetkazguncha qanaqa jarayonlarni, qanaqa tajribalarni yashab o'tgan. Siz hozirgi kunda o'zingizni qulay, hozirgi mana shu yutuqlaringizga erishishingiz uchun ular nimalardan voz kechgan? Bularni his qilishga harakat qiling, ko'z oldingizda tasavvur qilib, his qila olganingizcha. Balki sizga nima o'zingiz istagan hayotni, siz istagan qulaylikni bera olgandir, balki bera olmagandir. Ko'zlariga qarab, ularning holatini his qiling va chuqur minnatdorchiligingizni bildiring. Tasavvur qilishingiz yengillashishi uchun ko'zingizni yumib ishlasangiz ham bo'ladi. Shunchaki eslab qoling. Ko'z oldingizda ota-onangizni tasavvur qiling, ularni ko'zlarini his qiling. Ular yashab o'tgan yo'lni, og'riqlarini, tajribalarini his qiling. Sizni voyaga yetkazguncha shu farzandlarini hayotga o'zini yo'liga qo'yib yuborgunicha qanaqa tajribalardan o'tgan, nimalardan voz kechgan, nimalarga erishgan, nimalarni yakunlay olgan, sizga nima yaratib bera olgan yoki yaratib bera olmagan. Ularni har bir yashab o'tgan yo'li, mashaqqati, xizmatlari uchun o'zingizni minnatdorchiligingizni bildiring. Shartsiz sevgida. Minnatdorman, dadajon. Meni dadam bo'lganingiz uchun. Minnatdorman onajon. Meni dunyoga keltirganingiz uchun. Shuncha yil hayotingizni, vaqtingizni, mablag'ingizni menga bag'ishlab, meni bu hayotda o'zimni o'rnimga, o'z oyoqlarimda turishimga ko'rsatgan xizmatlaringiz uchun. Menga nimaiki bera olgan va bera olmaganlaringiz uchun minnatdorman. Har bir jarayonimizdan, biz bir oila bo'lib yashayotgan har bir onimizdan minnatdorman. Xizmatlaringizni tan olaman, minnatdorman. His qiling va agar kuchingiz yetsa boshingizni egib, sevgingizni izhor qiling. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Dadajon, men sizni yaxshi ko'raman. Onajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men bu gaplarni sizga ayta olmaganman, lekin har biringizni men qalbimdan, yuragimni to'g'ridan yaxshi ko'raman, sevaman. Men sizga taxminan aytyapman, siz o'zingizni so'zlaringiz bilan, o'zingizni minnatdorchiligingizni, tashakkurligingizni, sevgingizni ota-onangizga mana shunaqa tarzda bildirishingiz mumkin. To'g'ri, ularni qarshisiga borib bunday qila olmasligingiz mumkin, bunga tayyor bo'lmasligingiz mumkin, lekin xayolan uyingizda o'zingiz bilan o'zingiz mana shunaqa tarzda ishlashingiz chuqur yordam va yengillik beradi. Ota-onangizga nisbatan ichingizda qolib ketgan ma'lum bir talab, shartlar, og'riqlar yoki bo'lmasam savollarni o'zingiz bilan o'zingiz hal qilib olishingiz uchun men hozir sizga bu jarayonda o'tkazib beryapman, o'zim his qilyapman, o'zimning jarayonlarimni, o'zimning ota-onamni.
Biz har birimiz sevamiz ota-onamizni. Ota-onamiz ham xuddi shunday bizni har birimizni yaxshi ko'rishadi, sevishadi. Lekin biz ma'lum bir ramkalar asosida o'sganmiz. Jamiyatda o'ziga yarasha qonun-qoidalarida, o'ziga yarasha qo'rquv ongida voyaga yetganmiz va har doim bildira olmaymiz bu sevgimizni. Har doim his qilib turamiz ota-onamizni sevgisini-da, lekin uni tan ololmaymiz. Bu qurol sizga mana shunaqa tarzda o'zingiz so'zlaringizni qo'yib ishlaysiz. Xohlasangiz maktub tarzida yozishingiz mumkin buni. Ota-onangizga maktub qilib, ularga bu maktubni bermagan taqdiringizda ham yozib, o'zingiz takror-takror o'qishingiz mumkin va o'zingizga o'zingiz yengillik berishingiz mumkin. Judayam chuqur ishlaydi. Naqadar oddiy bo'lishiga qaramasdan, shu qadar chuqur ishlab beradi. Sinab ko'ring albatta.